Hammaga salom, men Grifferman. Yo, hazillashdim obunachilar, men haqiqiy kompotman va mana isboti obunachilar. Nima uchun kompotsen Grifferni skiniga o'tib olding desalaring, chunki bugun bizlar Grifferni qishlog'iga borib undan qasos olamiz. Qasos, tushunyapsizlarmi? Grifferdan qasos olamiz. Nima uchun qasos olasan desalaring, chunki o'tgan videoda Griffer qishlog'imizga tashrif buyurgandi va qishlog'imizda har xil yomon ishlar qilib ketgandi obunachilar va mana bunaqa katta sharli TNT ham qo'ygandi obunachilar. Bugun bizlar endi shuni qasosini olamiz obunachilar. Qani ketdik tezroq. Xullas, Griffer portlatib yuborgan edi-da obunachilar, qishlog'imizga katta sharli TNT qo'yib portlatib yuborgan edi. U emas, meni aldagan edi. Hech narsa qilmaydi ekan pot. Davay deb, xullas men portlatib yuborgan edim. Xullas, Griffer bizni aldagan edi obunachilar. Endi bugun bizlar uni skiniga o'tib olamiz yoki shunday kompotligimcha boraman va uni qishlog'ini vayron qilib kelaman obunachilar. Tushonyapsizmi? Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Sizga qaysi YouTuber yoqadi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qani bo'lmasam bizlar ketdik. Davay tezroq siz obuna bo'lib qo'ying, bizlar esa ketdik Grifferning qishlog'iga. Obunachilar, mana men yetib keldim. Mana bu Grifferning qishlog'i obunachilar. Qaranglar mana bu yerda. To'xtanglar. O'zi ham turibdi ana bu yerda Grifferni qaranglar, o'zi ham turibdi. Yaxshi. Hozir u ketishi bilan biz kirib ketamiz obunachilar. Shunday Griffer ketganda biz ham qishlog'iga kiramiz va qishlog'ini portlatib yo'q qilib yuboramiz obunachilar. Mana bu yerga turib turaylik. Griffer tezroq ketsin obunachilar. Xo'sh, bolalar, qani ancha vaqt o'tdi. Griffer ketganmikan? Asta-sekin qarab ko'ramiz, bizni ko'rib qolmasligi kerak. Bo'ldi, Griffer ketibdi. Ana bu yerda ikkita qishlog'i turibdi. Shunday borib ko'ramiz. Agar bizni kirgizsa yaxshi bo'ladi shundayligimizcha. Okey. Nay. Qo'y, to'xta. Kimsan? Men kompotman. Bu yerga hech kim kirishi mumkin emas. Yo'qol bu yerdan. Nimaga shunchaki bu qishloqqa kirib ko'rmoqchiman? Oldin men kelmaganman. Gapimizga tushunmayapsanmi? Yo'qol bu yerdan. Senga kirish mumkin emas deyapmiz. Hech kim kirishi mumkin emas bu yerga. Yaxshi, mayli, qizishmanglar. Yaxshi, obunachilar, demak bular kirgizmas ekan. Men shuni bilib Grifferni skiniga o'tib olaman hozir obunachilar. Mana bunday qilamizdakin. Mana bu yerga buni bosamiz. Mana obunachilar, men endi Grifferni skiniga o'tib oldim. Endi qishloqlarni oldiga boraman va bemalol qishloqqa kirib ketishim mumkin. Siz tezroq obuna bo'lib qo'ying. La. Janob, siz erta qaytdingizmi? Bu ancha kech kelaman degan edingiz. Ishim uncha ko'p cho'zilmadi. Mayli, xullas obunachilar bo'ldi, asta o'tib oldik. Mana Grifferning qishlog'i obunachilar, nihoyat bu qishloqqa kirib oldik obunachilar. Mana bu TNTlarni hammasini portlatib yuboraman. Mana shularda obunachilar, hammasini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda juda ko'p TNTlar bor. Shularni hammasini portlatib yuboraman. Xullas, bizani bu yerdagi topshirig'imiz ham bor obunachilar. Bizlar bu qishloqni obzor qilib chiqishimiz kerak birinchi va keyin portlatib yuborishimiz kerak obunachilar. Portlatib yuboramiz. Davay bo'lmasam birinchi ekinlardan boshlasak. Ekinlar normal. Xo'sh, mana bu yerda uylar bor obunachilar. Davay bo'lmasa mana bu yerga o'tib olib bir boshidan boshlab obzor qilishni boshlaymiz obunachilar. Siz tezroq obuna bo'ling. Men tezroq birga bo'lishim kerak va sizga qaysi YouTuber yoqadi? Mana bu yerda katta lavali uy turibdi. Mana bu yerda bizni qishloqda merni uyi bo'ladi, lekin bu qanday uy ekan? Qani kirib ko'raylikchi. Tushundim. Bu menimcha tuzoqlar bo'lsa kerak obunachilar. Bu yerda tuzoqlar bor. Qaranglar, mana bu suvli tuzoqni qaranglar obunachilar. Siz mana shu tuzoqqa tushganmisiz? Men umuman tushmaganman bu tuzoqqa obunachilar. Sizchi? Buni qaranglar. Buni ko'pincha shaxtada ishlatsa bo'ladi, pastga tushib ketadi. Grifferning kallasi ishlarkan obunachilar. Ajoyib qurgan, lekin odam lavaga tushib ketib o'lib ketadi. Men bu tuzoqqa tushganman obunachilar. Sizchi? Xo'sh, bu o'qotarlik tuzoq obunachilar. Bilmasdan mana bu knopkani bosib qo'yasiz va tagingizdan o'q o'tadi obunachilarda. O'qlarning ko'pligini qaranglar. Xullas bu tuzoqqa ham men tushganman. Xo'sh, bu kaktuslik tuzoq ekan obunachilar. Bu kaktuslik tuzoqqa umuman tushmaganman. Siz tushganmisiz? Kommentariyaga yozib ketinglar. Buni chuqurligini qaranglar. Bu tuzoqqa
Menimcha ko'pchilik tushgan obunachilar shaxtada ketayotgan payti bilmasdan mana shu yerga tushib ketgansizlar. Aniq bilaman obunachilar, men juda ko'p tushganman. Tushunursin, mayli, bu yerni yo'q qilib yuboramiz obunachilar. Faqat hozir emas, chunki menda narsalar yo'q-da. Birinchi 1-2 ta narsalar olib olaylik, keyin bu qishloqni yo'q qilamiz. Mana bu lavali uyni qaranglar, qanday. Oy, yo'maya Tushunursin, haqiqiy lava ekan-ku bu suv. Yaxshi, men buni haqiqiy lava deb o'ylamagan edim obunachilar, lekin haqiqiy lava ekan. Ana bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda ham ekinlar bor, ajoyib. Mana bu yerda kichkinagina uychalar bor. Bu yerda sanduqlar turibdi. Bu yerda Grefferni ixtirolari, narsalari bor. TNT'lar bor ekan, olov yoqish ham, suvlar, lavalar bor ekan obunachilar. Ajoyib, bular menga kerak bo'ladi. Grefferning qurollari, obunachilar qaranglar, mana bu yerda ajoyib g'aroyib qurollar bor ekan. Bu qurollar bilan men endi juda ko'p ishlar qilsam bo'ladi obunachilar. Siz tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sizlarga mana buni qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Mana buni tortasizlar va bitta blokni olib qo'yadi obunachilar. Lekin menga umuman qizig'i yo'q bu qishloqni yaqinda portlatib yuboraman. Men o'z qasosimni olaman obunachilar. Yaxshi. Hozircha 3 ta uyga kirib chiqdik. Xo'sh, mana bu yerda qanday uylar bor ekan, qiziq. Xo'sh, bu yerga kirish mumkin emas, xavfli deb yozilgan. Yo, mana buni qaranglar. Minecraftdagi eng zo'r TNT'lar ko'p. Bular portlasa juda qattiq portlaydi obunachilar. Hozir portlataman. Yo'q, hazillashdim. Yo'q, portlataman. Yo'q, hazillashdim obunachilar. Yo'q, bularni olib qo'yamizdagi videoni oxirroqlarida portlatib yuboramiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, bu qanday joy ekan-a? Igoroklar deb yozilgan. Tushunursin, lavani. Yo'q, Greffer bizni o'ldirma, Tushunursin, bizni o'ldirma. Endi biz kapotni yaxshi ko'rmaymiz, yomon ko'ramiz. Sen eng zo'rsan. Qo'y, men haqiqiy kampotman. Hozir sizlarni qutqaraman. Tushunursin, obunachilar, Grefferni qaranglar. Meni obunachilarimni qanday ahvolga solibdi. Hozir sizlarga yordam qilaman, yordam. Qarab turinglar, mana bu bloklarni beraman, o'zlaring chiqib olasizlar. Xo'sh, mana bunday qilamiz, bunday va bo'ldi, parkour qilib chiqib ketasizlar bu yerdan. Bo'ldi, omad sizlarga, o'zlaring chiqib ketinglar. Rahmat. Mayli, tepaga chiqib ko'raylik. Tepada lavalar ko'rgandim obunachilar. Tushunursin, ahmoq Greffer lavalar tashlamoqchi bo'ldi odamlarning ustiga o'qlari bilan obunachilar. La'natli, yaramas Greffer. Bularni yopib yuboraylik obunachilar. Aniq bu qishloqni portlatishim kerakman. Xo'sh, ana bu yerda ham uylar bor. Mana bu yerda qishloqlar yuribdi, yaramas qishloqlar. Davay bo'lmasam obunachilar, biz portlatishni boshlaymiz, hammasini yo'q qilamizlar. O'lib ketdim. Mayli, qaytadan tirilaman. Qaranglar obunachilar, buni portlasini. Ajoyib portlashini qaranglar obunachilar. Qishloq yo'q bo'lib ketadi. Yana bir marta o'lib qoldim. Mayli obunachilar, mana hamma yer portlab bo'ldi. Mana buni tizoqlari yo'q bo'lib ketmabdi-ku. Bularni yo'q qilib yuborish kerak obunachilar. Siz tezroq kanalga obuna bo'ling va bizlar endi mana bu TNT'larni portlatishda davom etamiz. Greffer kelibdimi? Yaramas, seni o'ldiraman. Menda qurol bor-ku, qanday o'ldirasan? Grefferni ham joyida o'ldirib qo'ydik obunachilar. Ajoyib. Xo'sh, endi menga kerakli qurollarni olamandagin boyangi eng xavfli TNT'larni portlatib ko'raman. Qanday qochish kerak bu yerdan? Qaranglar, qanday portlar ekan. Qana 1 2 3. Obunachilar, bu meni qayerga uchirib yubordi, lekin jonim ketmadi. Endi ketdi. Bu qandaydir zaharli kislotalar tarqatarkan obunachilar. Tushunursin, bu yerga tegsang joning ketarkan obunachilar. Juda xavfli TNT ekan obunachilar. Tushunursin, mana bu yashil narsalarni qaranglar, zaharli kislotalar obunachilar. Mana buni ham portlatib ko'ramiz. Yo'q, mana bu kislota deb ketyapman. Qani portlachi, qanday portlagan? Yo'q, buni portlashini qaranglar. Grefferni qishlog'i
tuzoqlari, hamma narsasi yo'qolib ketdi obunachilar. Qani, buni portlataylikchi. Buni qaranglar, juda ko'p TNT'lar. Meteoritga o'xshab tushar ekan bu ajoyib obunachilar. Menga juda yoqdi bu TNT'lar. Sizga yoqdimi obunachilar? Siz tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Men o'zimni skinimga o'tib olay. Xullas, barchaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Mana bugun bizlar Grifferlardan, ya'ni Grifferdan qasosimizni oldik. Keyingi navbat kimga bo'lsin? Xullas yozib ketinglar. Barchaga xayr obunachilar.